qara. 4-stepeni ojireniya. Oxirgi 1 yillikda endokrinologlar tomonidan berilgan gormon preparatli ichgan. Metfogami ming dozadan 2 mahaldan ichilgan. Undan tashqari nevropatolog tomonidan uxlatuvchi, tinchlantiruvchi, psixotropniy dorilar, uyqusizlik, bezovtalik, xavotir, vahimani hisobiga nevropatologlar bularga psixotropniy, tinchlantiruvchi, uxlatuvchi 3 xil dori berishgan. Uni hisobiga yana organizmda qo'zg'alish, возбуждение deydi, oyoq qo'llarda og'riq, oyoq qo'l muzlash, asabiylik, oxirgi paytda faqat отдышка ketyapti, nafas yo'llari siqishi. Umuman kechqurun uyqusizlik, rejim yo'qligini hisobiga mana shu holatga kelib qolgan mijozi holati. Bu yerda hozir noto'g'ri hayot tarzi, undan tashqari juda ham ko'p gormon preparatlar ichilgan, charchoq, kechki smenada ishlash, kunduz kuni uxlash, rejim o'zgarganligini hisobiga organizmda o'sha ojireniya boshlangan. Plus ruhiy holati baribir hisobga olinadi, ozgina qo'rquvli, xavotir, fobiya holatlari bo'lyapti. Bu narsalarning sababi birinchi navbatda jigardagi qurt. Shu kungacha umuman parazitarka qilinmagan, 28 yil ichida umuman qurtlarga lecheniya qilinmagan, organizmdan parazitlar tushirilmagan, jigarda qurt, oshqozon osti bezida lyambli qurti bor. Shuni hisobiga insulin yaxshi ishlab bera olmayapti.